Men Abraha, Yaman podshohiman. Shu qadar ulug'vor va hashamatli bir ibodatxona quramanki, odamlar Ka'bani unutib ibodat qilish uchun bu yerga oqib kelishadi. Dunyoning turli burchaklaridan musulmonlar Ka'baga ibodat qilish uchun keldilar. Yaman ahli ham Makkaga keldi. Podshoh Abraha xalqning Ka'bani juda qadrlashlarini ko'rdi va u bundan qattiq g'azablandi. Makkaning nimasi o'ziga xos? Yaman baribir ibodat qilish uchun muqaddasroq. U barcha odamlarni ibodat qilish uchun Makkaning o'rniga Yamanga kelishlarini xohladi. So'ng Abraha juda baland va ulkan ibodatxona qurdi. Men hech qachon bundan baland minora ko'rmagandim. Ha, biz bu yerdan uning tepasini arang ko'ra olar ekanmiz. Uning devorlaridagi yaltirab turgan qimmatbaho toshlarga qarang. Katta boylik namoyishi. Abraha odamlarga, bundan keyin mening saltanatimdan hech kim Makkadagi Ka'bani ziyorat qilishga bormaydi. Ey odamlar, men barchangizni Yamanning yangi ibodatxonasida ibodat qilishingizni buyuraman, deb e'lon qildi. Makka ahli buni eshitib juda g'azablandilar. Ayniqsa Qurayshliklar. Qanday qilib biror kimsa muqaddas Ka'ba bilan raqobatlashga urinadi? Qanday kunlar kelyapti? Quraysh aholisi Makkaning yetakchilaridan edi. Izg'irinli kechalarning birida makkalik bir guruh odamlar Abrahaning ibodatxonasi yaqinida chodir qurdilar. Ular o'zlarini isitish uchun olov yoqdilar, ammo kuchli shamol olovni ibodatxona tomon surdi. Qaranglar, olov! Olov! Yo'q! Olov! Yo'q! Alanga bahaybat ibodatxonaning katta qismini vayron qildi. Abraha olovning Qurayshlik biri tomonidan yoqilganligini eshitib, g'azab otiga mindi va u dedi: "Men Makkaga yurish qilaman va Ka'bani yo'q qilaman." Abraha o'zining katta va kuchli askarlaridan iborat qo'shinini to'pladi. Aslida qo'shinni dahshatli qilib turuvchi uning ulkan fili edi. Filning ismi Mahmud edi. Mahmud eng kuchli fil edi. Abraha Mahmud yordamida Ka'baning devorlarini qulatishni reja qildi. Qo'shin Makka tomon yurish qildi va ularni to'xtatishga uringan barchani asir oldi. Joningiz omon qolay desa qochib qolinglar. Abraha o'zining ulkan qo'shini bilan kelmoqda. Fil hammangizni bosib ketadi. Hayvonlaringizni qutqaring, o'zingizni himoya qiling. Qo'shin Makka aholisiga tegishli katta tuya podasini qo'lga oldi. Abraha chodirda o'tirgan payti uning yoniga Makka yetakchisi keldi. Uning ismi Abdul Muttalib edi. Abraha undan so'radi: "Nima xohlaysan?" "Men tuyalarimizni qaytarishingni xohlayman." "Men sizning eng qimmatli Ka'bangizni yo'q qilish uchun kelsam-u, sen tuyalarimni ber deb keldingmi? Sen avvaliga mard odam deb o'ylagandim, lekin kutganimdek jasur emas ekansan." "Men tuyalarimning egasiman va ularni himoya qilaman. Ka'baga kelsak, uni himoya qiladigan Robbi bor. Hech kim bugun mendan Ka'bani himoya qila olmaydi." U Mahmud fili va qo'shini bilan Ka'ba tomon yurdi. Makka ahli yaqin atrofdagi tog'lar, tepaliklardan boshpana izlash uchun shaharni tark etdi. Abdul Muttalib Allohga duo qildi: "Yo Robbim, Ka'bani himoya qil." Alloh uning duosini ijobat etdi. Fil uni Alloh uyi tomon boshlayotganlarini tushundi va to'xtab qoldi. U tiz cho'kdi va yerga o'tirib oldi. Fil boshqaruvchilari uni katta temir nayzalar bilan urishdi va tanasiga o'q uzishdi. Ular uni to qon ketgunicha qamchiladilar, hatto boshiga katta bolta bilan urdilar. Biroq qudratli jonivor Ka'ba tomon yurishdan bosh tortdi. Odamlar uni Ka'badan uzoqlashtirganda u o'rnidan turar, Ka'ba tomon borishganda esa yana o'tirib olardi. Bechora fil shunchaki Allohning muqaddas uyiga shikast yetkaza olmasdi. Askarlar Ka'ba tomon yura boshladilar. Shu payt to'satdan osmondan g'alati bir narsaga ko'zlari tushdi. "Osmondagi u nima bo'ldi? Ari galasiga o'xshaydi." "Yo'q, menimcha u qushlar. Abobil." "Oh, bu nima edi?" "Bu tosh yomg'iri." "Qochib qol!"
Bu ulkan qushlar qo'shini edi. Ular Allohning qo'shini edi. Qizil tirnoqli yuzlab mayda qushlar ularni qora bulutlar kabi qopladi. Qushlar tumshug'i va tirnoqlarida kichik loy toshlarni ko'tarib olgan edi. Ular bu toshlarni yuqoridan askarlarga uloqtirishdi va ularni qattiq jarohatladilar. Toshlar tanalarini teshib o'tdi va ularni halok qildi. Abraha yaralandi, ammo u o'limdan zo'rg'a qutulib qoldi. Qo'rqib ketgan Abraha va uning qo'shini Yamanga qayta boshladi. Qaytishi bilanoq u to'satdan kasallanib qoldi va yuragi urishdan to'xtab vafot etdi. Oxir oqibat Abraha qo'shinidan hech kim qolmadi. Allohga qarshi borib xor bo'lishdi.